U endi gap emasda. Biz hozir qanaqa qayg'uda o'tiribmiz. Men qarab, bolangni menda narsalari bor dedi. Men material yig'ib qo'yganman. Men ommaga chiqaraveraman dedi. Uni haqqi yo'q bunaqa qilishga. Men yiqqan taqdirda men. Unga kim uni yig'sin deb aytdi. Meni qizimga yomonlik qilgan joyi yo'q-ku. Men yamni deb bor-ku, ana u xonadagi videoda ko'rsangiz, xonada haqiqatan qotillik bo'lgani bilinib turibdi. Nechta isbot turibdi deb ko'rsangiz. Oddiy inson topa olyapti u narsani. Bu yerga kirib olib, qo'liga anaqa paqqalatib bir pistoletni olib, o'zicha tergov qilyapti. U tergovchi emas-ku. Unga kim vakolat berdi ayting? Kim o'zi u vakolat berganda kirib tergovchilik qiladi? Buning uchun u oldindan javob beradi. Men qizimni haqida gapirgan har bitta gapi uchun javob. Men uni shu kungacha yomon gapirib kelmadim. Rahmat, meni bolamni olib kelishga dokumentlarni yordam bergan, uni elchixonadan o'zim olib olardim, yugurgandi. U meni xohlamadi boshdan xohlamadi. Boshidan bosh xohlamadim. Bu yerda mana shunaqa qotillik bo'lgani uchun xohlamagan ekanda, kelsa janjal bo'lib ketadi deb xohlamagan ekan. Menga aytishyapti, kodini parol ocholmadik deyapti. Kirib qizimga yordam berish ilojisi bo'lmadimi desam, biz ocholmadik deyapti videoda. Shunday olib kirib berishga bemalol ochib kiryapti. Keyin sizlar buni ochib kirib yurgansizlarmi desa, ha, bu ana Sirojiddin bilardi deyapti. Biz tushunmayapmiz. Boshqa jumboq narsa ko'p ketdi. Juda ham savollarim ko'pda bularga, bilasizmi? Juda ham ko'p. O'sha голосовойni pasaytirib eshitsangiz, meni qizimni birov bo'g'ib turgan. Qara, o'lib qoladi bu hozir, o'lib qoladi deb. O'lib qoladi degan. U yoqdan u aytganki, o'lsin deganda, baribir keyin bo'lsa ham o'ldirardim degan, o'sha joyda yarimta bo'lib qolgan. Keyin bo'lsa ham o'ldirardim degan. Kesilgan. Kecha biz uni o'sha joyi kesilgan ozgina. Oxirigacha yetib bormaganda bular. O'zimizda biz programmada so'rab, o'sha eshitdik, sekund bilan hammasi. Baribir bor ichida, o'sha ichida ham bordi, tipirchilagan bu o'sha yerda. Больницada beryapti, больницada jon berdi. Biz undan tushunmaymiz hech narsani. Saqlang, to'g'rimi? Hozir kirib ko'rsak bo'ladimi? Melisa yopib, nima qilib qo'ymagan, taqiqlab qo'ymagan. Yuringchi. Nechinchi etaj? 10-etaj. 10? Sher, unga uramiz. Qaysi tomon? Bu tomon. Hozir morgdami? Ha, hozir morgda. Qayerli? Sirdaryoda. Sirdaryo? Ha. Yoshi necha dedi? 26 yosh. Obul svet shunday yoqsa bo'laveradimi? Endi Melisa kirishga ruxsat bermagan? Melisa kirsalaring ham hech narsaga tegmanglar deb aytdi. Buni ilishgan ekanda mana. Ramazon keldi deb. Ro'za tutarmidi? Siz? Ro'za ham tutadi, aroqni ham ichadi. Kim bilmayman. Aroq ichgan bo'ldi, o'zi aynib qolgan. Aroq ichgan yo'qda aynib qoldi, mana. Tepadagi mana svetda. Bitta urishdilarmi aka? Mana nima edi shu? Uksiz ichib bormaganmi ish qilib? Ichmoqchi bo'ldim, ko'k pechdan ekan. İçmoqchi bo'ladi? Qachon ichmoqchi bo'ladi? Men o'sha bega kirib ko'rganman, yetganimcha belim uksiz olib qo'ygan. Qarasam uksiz chiqib ketadi. Ovqat qilgan hamma idish-tovoqlar bor, sizlar kattalar, oila bo'lib yashagan ekansizlar-da. Lekin nikoh yo'q-ku. Siz qayerdansiz? So'nggi o'sha qizniki shekilli-a? Yo'q. Nima sabab aka o'zini o'zi osib qo'yishiga sabab nima? Rashk deb o'ylayapman. Rashk deb o'ylayapsiz? Siz aka O'zbekistonda unashtirilganmisiz? Ha? Uylanmaganmisiz O'zbekistonda? Yo'q. Meni bilishim bo'yicha, ha? Farzand bormi? Yo'q, farzand yo'q. Bu polni ayolingiz kiyimlari shekilli, sizlar. Mana. Bu tomon polni nima shekilliga? Zavodlar. Oho, mana olib qo'ying mana ko'chani. 5. Ha? 3 millionligini bilardim, 5 million deb keyin oxirgi mahal o'zi aytgan 5 million qo'yganmiz. 5 million 3 million deb bilardim dedi. Kommentariyaga kimga yaxshilik qildim 10 yil ichida yozinglar. Insoflaring bo'lsa yozinglar, hey. Insoflaring bo'lsa yozinglar. Kimga yaxshilik qildim? Kimi pulini yedim? Yozinglar. Ey insonlar yozinglar. 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 Xalq bilsin kimligini. Kasal bo'lib qolasiz, Avazbek. Kasal bo'lib qolasiz. Uning ichidan jon uka, bitta yutum iching, ichmang. Qolganini ichmang, bir yutum yuting. Bitta zo'r gap ham bor, uni ayta olmayman-da. Bo'lsin.
O'shanda gaplashamiz. Bo'lsin o'sha gap, oz qoldi. Oz qoldi. Shu achaynikiga tiqib men video qo'yaman, oz qoldi. Achaynikiga shuni qilib tiqib, uni achasinikiga tiqvardim men uni. Endi yo'q, maza qilib yashaymiz, maza qilib nafas olamiz endi deb turib, men video qo'yaman, ko'rasan. Cho'tingni qisna qo'y. Erkak bo'lma, yo'l haromi. Erkak endi lo'pma-lo'p gaplashadi. Bir marta umrida lo'pma-lo'p gaplashib, opa, kechirim so'rab ketgan. Kanalimda bor, ko'p qo'yaman, olib chiqib topib. O'shan qo'yib qo'ygan, keyin qayerda u, Koreyadami? Hali xotinlarim aytgan gapini olib chiqyaptim, nima qilib? Olib chiqna qo'y. Hammasi chiqsin. Birovdan qo'rqadigan joyim yo'q. Isqirt ayollarda ular. Nima qilib, bolasini, otasini gapirib chiqib, bu yomon narsa. Aybim deb, ko'chadagi muomalam aka, boshqa ota-onasiga bordim. Qizing karisga tekkan desam, "Voy, meni qizim fiktivniy brak qilib tekkan. Nima deyapsiz?" deb turib meni yengishdi. Gapiring. Urug'i eshitsin. O'sha Namanganlik, meni xotinim bo'lgan. Eshit. Urug'ing bormi o'zi? Bir zotingda erkak bormi eshitsin. Gapiring, qizini eshitib olsin. Gapiring. Umuman aloqasi yo'q joyga xotin chiqib yomonlagan. Bu narsalarning hammasini